Bismillah nima degani? Bismillahmi? Allohning nomiyle. Juda ham yaxshi. Qara, biz hamma ishimizni Allohning nomi bilan boshlaymiz. Buning siri nimada? Buning sirini ochiqchasiga aytsam bilmayman. Bu yomon bo'ldi. Vaqtida men 5 vaqt namoz o'qirdim, ammo yoshlik qildim. Afsuski hozir namozimni tashlab qo'ydim. Hozir o'qiysammi? Yo'q, hozir o'qimayman. Qarshilik bormi? Aslida qarshilik yo'q. Nima qilay, dunyoviy hayotga berilib ketganmiz. Aslida unday bo'lmasligi kerak. Allohning izni bilan hali boshqatdan boshlamoqchiman. Qara, bugun boshlashing uchun to'siq bormi? Yo'q. Unday bo'lsa bugundan boshla. Inshaalloh bugundan boshlayman. Chunki qara, bilasanmi nimaga? Bugun pul uchun hamma ishni qilyapmiz. Masalan, sevgilimiz bir kun bir nima xohlayapti. Kechani kecha demay u uchun hamma ishni qilamiz. Seni yo'qdan bor qilgan. Bu go'zallikni qara, senga qanday chiroyli ko'zlar bergan. Hozir marhamatli Allohning aytganini qilmasak, oxiratda bizga aytsaki, men sen uchun hamma narsani yaratdim va har doim sen bilan edi. Sen kim bilan eding desa biz nima deymiz? Hech bir javob bera olmaymiz. Afsuski, jahannamga ketamiz. Shu uchun aytaman, oxirimiz bunday tugamasligi uchun. Shu o'rtada masjid bor. Asr vaqti ham kelyapti. Tahorat qilib bemalol o'qisang bo'ladi. Demak, bugundan 5 mahal namozni boshlayman. Yana ham yaxshiroq bo'ladi. Kelishdik, juda ham ajoyib bo'ladi. Qara, Alloh seni namoz o'qishingni istagani uchun bugun seni bizga yo'liqtirdi. To'g'ri, menimcha ham shunday. Alloh sizdan rozi bo'lsin.